Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Xullas, bu akamizning mahsulotlari, xo'p, nima dedi buni? Va'dalashganmi nima bu? Yangi uzun futbolka. Yangi uzun futbolka. Endi ismini bilaverman-da, hozir turi ko'payib ketdi mahsulotni ham. Xo'p, narxi nech puldan aka buni? 17 ming qilib berdik aka. 17 ming so'm qilib beryapti ekan. Xo'p. Bu pachkadagi narxmi aka yo donagami? Pachkaga. Donagan sotasiz? Dona yo'q. Faqat pachka urasiz. Pachka uramiz. Faqat pachka sotishar ekan. Pachkada nechta bo'ladi aka bu? Pachkada 2 donadan. Pachkada o'zi 2 dona. 30 ming bersa olib ketaveradimi? Yo'q, 34 ming bo'ladi. Ha, 17 ming dedingiz a? 34 ming bo'ladi. 30 ming berib, ikkita qizil puldan bersa olib ketaveradi. Xohlagan rangini tanlab olaveradimi? Tanlaveradi. Xo'p. Buni razmeri nechtalik? Shu 2 talikda 52 elektr bo'ladi. 52 elektr razmerdagi yangi uzun futbolkalar. Material nachos dedingiz? Nachos. Xitoy nachos. Hammasi bir xil, ha? Hammasi bir xil. Mana yengida qo'yiladigan, bo'yniga qo'yiladiganni nima deydi bu? Manjet. Ribani? Manjet qo'yilgan. Ha, manjet qo'yilgan ekan. O'zidan chiqarilganmi yo nima? Yo'q, mana. O'zini rangiga moslab, boshqa materialdan qo'yilgan. Nima materiali shu? O'zi manjetni siz bilishadi. Ha, ana manjet. Ko'p kishilar so'ranglar deydi-da, men hech so'ramadim. Ribana qo'yiladi. Ribana qo'yilar ekan mana. Buni rasvetkasi nechtalik aka? Mana shu hammasi shuni rasvetkasi. Rasvetka aka. Unaktar bitta mahallaga yetadigan razmerda rangdagi nima bor ekan, mahsulot sizda. Endi telefon nomeringizni aytasiz aka. 91lik. Telefon nomerlari 91lik 144 144 1126. 1126. Shu akamizning mahsulotlari mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa mahsulot. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin oldin videoni ko'rib olib, keyin telefon qilinglar. Bozorning manzilini ham eslatib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan bu bozor. Hozirgi vaqtda chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor ertalab 7 da boshlanib, odam yo'g'ib ketguncha bozor bo'laveradi. Shuning uchun videoni o'zi 2 minut video, shuni ko'rib keyin telefon qilinglar. Chunki odam har xil holatda bo'ladi. Bittasiga telefon qilgan ekan, bo'shmisiz degandan keyin nima ish qilyapsiz o'zi hozir desa, nasha bilan shug'ullanyapman debdi-da. Shuning uchun gazini bosaverasizlar do'stlar, emasdan shunaqa. Ya'ni ko'rib telefon qilsin deyman-da, bozor manzil telefon. Hali kechqurun telefon qilmasin-da, Alloh xudoda, bunda choyini ichib, ertalab kunduzi kayfiyati yaxshiligida telefon qilsinmi, to'g'rimi aka? Chunki millionta odam bor-da. Qattiq o'zimiz hali shapatilab turmasak, bu uyqusiroq qolyapti. Joni salomat bo'lsin aka. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 13-oktyabr, haftaning yakshanba kuni 2024-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari ertalab 7:00 da boshlanyapti bozor. To'g'rimi hala? Odam yo'g'ib ketguncha bo'laveradi bozor, to'g'rimi? Agar odam yaxshi bo'lib, savdo yaxshi bo'lib tursa, o'tiraveradi kechga to'g'ram. Ayyamasdan gazini bosaverasizlar. Hozir biz mana kichkinachalarni ko'rsatamiz. Bu ishtonchalariz nech pul aka? Kliyankadagi. Ishtonchalar bilan aka 10 mingdan. Shu pachkada 5 ta 50 ming so'm. Ha. Uni ko'ylaklar bor aka 40 ming so'mdan 3 yoshdan 5 yoshgacha bor. Ko'ylak 3 yoshdan 5 yoshgacha. Ha, 40 ming so'm. 120 ming pachkasi. Ha, buni donasi 40 ming so'm aka. Materiali qanaqa ko'ylakchalardi? Velvet aka. Ha, mana sifatli ekan, to'g'ri. Ha, shu 5 yashadi. Mana ona choklari ham yaxshi. Bunda yuvsa yirtilib ketib, chachilib ketmaymi? Yo'q aka. Bu tozalashdan materiallar. Chunki tijorat bilan shug'ullanaman degan aka-ukalarimiz ham chiqyapti aloqaga. Bo'lmaydi aka. Bo'ladigan siz-da. Bo'ladigan shu. Mana kichkina tepasidagi nech pul mana? Kichkina ko'ylakcha. Bular 25 mingdan aka. 25 ming so'mdan. Siz donaga ham, pachkaga ham sotasizmi? Sotaveraman, donaga ham, pachkaga ham. Turiga qo'yib sotaverasiz? Sotaveraman aka. Xohlaganingizga qo'yamiz. Xullas mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar mana. Xo'p, mana ishtoncha ham mana shu eng kami bir pachka sotiladi. Yo bitta dona ham sotaverasizmi? Yo'q, u pachkasi o'zi 5 ta 50 ming pul bo'ladi. 50 ming so'm. Haligi 50 mingtalik puldan bitta bersa, beraverasiz bir pachka. Mana sizlar bitta qog'oz pul berasizlar, kichkinaginacha qog'ozcha, evaziga mana kliyankada osilib turgan 5 ta ishtonchani olib ketasizlar mana.
Beraveramiz aka. 10 ming so'mdan. Bitta yaxshi pampers pul ekanda. Shunaqa aka. Mana ko'ylakchalaringiz o'shaligi narxdan 40 ming so'mdan. Bu ham 40 ming, men donaga olaman desa ham sotaverasizmi? 40 ming beraman, pastga 40 ming beraman. Shunda ikkita 20 mingtalik puldan ikkita berasizlar, tanlab olib ketaverasizlar-a? Tanlab olaveradilar. Razmeri nechtalik dedingiz? Razmerini 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshgacha. 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshdagi razmerdagi bola qizchalarga ko'ylakchalar. Mana kichkinacha nima bu mana? Jiletka. Ha, jiletka. U nech pul u jiletka? 20 ming so'm aka. 20 ming so'mdan. Pachkaga nech pul, donaga nech pul? Donaga ham pachkaga ham 20 mingdan beraveraman aka. Donaga ham, pachkaga ham 20 ming so'm. Mana bu mana qizlarning jimpiri. Xo'p. 15 mingdan mana aka. 15 ming so'mdan. Jiletkalar. Donaga ham, pachkaga ham. Ha, beraveraman aka. Xo'p. Endi mana trikocha deymi, nima deydi bularni? Shu trikochalaringiz nech pul? Birijalar aka. Ha, birija deydi. Qora hibbi. Xo'p. 18 ming so'mdan. Qora haba 18 ming so'mdan. Mana plashovka aka. Flashobka nech pul bular? 15 mingdan aka mana. 15 ming so'mdan. Xo'p. Birinchi sinfdan 4-sinfgacha razmerlar aka. 1-sinfdan 4-sinfgacha razmerlar ekan. Mana unisi bor aka. Bu 4 yosh, 5 yosh, 6 yoshgacha 12 ming so'mdan. 12 ming so'mdan. Mana ichi aka nachos mana. Ha, Ichi mana. nachos mana aka. Xo'p. Buni material nomi Zagarda. Ha, Zagarda ekan materiali nomi. Mana kichkina ishtonchangiz nech pul? 7 ming so'mdan aka. 7 ming so'mdan. A shuni donaga olaman desa sotasiz? Sotaman aka, sotaveraman. Donaga ham, pachkaga ham beraveraman. Donaga ham, pachkaga ham turga qo'yib sotishaverar ekan mana. Mana puskachangiz nech pul edi? 20 ming so'm jiletka. Ha, jiletgacha. 20 ming so'mdan. Ha, mana katta xo'jayinlarniki nech puldan? Ular 30 ming so'mdan. 30 ming so'mdan mana. Ana shu tepa pasi 42 ming. Tepa pasi 42 ming so'm ekan mana. Turishi. Manani o'zini 32 ming degansa, to'g'rimi? 30 ming, tepani o'zi 30 ming, pasi 12 ming, 42 ming bo'lyapti. Tepalikni o'zi. Ko'ryapsizlar, mana narxni eshitib ham odamni qo'li qaltirab qoladigan narxlar. Juda arzon narxlar. Tepalikni o'zi 30 ming, pasi 12 ming so'm. Endi sal chang bo'lib qoldi. Ha, bu qoqda shunday. Xo'p. Endi siz telefon nomeringizni ayting endi. Kepkangizga quyosh paneli o'rnashtirib oldingizmi? Ha. Endi quyosh paneliga o'xshayapti-da, yaltillab ko'rinyapti. Aka 95lik. Baqa o'tib turing mana. Mana realni haligi hurmatli kuzatuvchilar har xil joydan keladi-da. 91lik, 95lik, 95lik kodi 007 007 76 76 25. 25. Otim Muhammadali aka. Ana Muhammad Ali akamiz ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, telefon qilib, er kerak, xotin kerak deb so'rab yurmanglar. Biz bozordan ko'rsatyapmiz, Xudo xayr bergunlar. Telefon qilib, kechasi telefon qilmanglar, kunduzi telefon qilinglar. Mana sizlarga uncha-munchasini do'qi yetmaymi, to'g'rimi aka? Yuzini, hali sotuvchini yuzini ko'rsatishga. Biz mana priyoma endi hozir ko'rib turibman bu akani. Bugun chiqdilar. O'zi bugun chiqdi aka. Xuddi bir 10 yil oldin tanishganda mana gaplashtiribmiz. Bugun chiqdi. Shunaqa, Kelinglar aka. kunduzi telefon qilinglar, mana narxlarni o'zlaring ko'ryapsizlar. Kelib sotib ketaveradi. Ha, mana shunday, mana shu Dilnuri tekstilini shunday yonida, mana shu darvozadan, mashadan kirganlaringda ikkinchi qatorda. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Gazini bosib yuboringlar, qarshilarni. Birijalar.